Assalomu alaykum go'zallarim. Bugungi kunimizni ham boshlab oldik. Turmush o'rtog'imni nonushtasini tayyorlab jo'natib yubordim. Endi o'zimizga nonushta tayyorlayman. Bugun tofu qovuradigan kunim ekan. Turmush o'rtog'imga qovurib berib yubordim, sizlarga ko'rsatish uchun. Yana hozir boshqatdan video olaman. Tofu shunaqa narsa qizlar, oddiygina narsa. Shuni oddiy qovurilib, shuni soyasini tayyorlasangiz, ustidagi sousini tayyorlasangiz bo'ldi. Mana kartinkadan topsangiz bo'ladi tofuni. Endi boshlaymiz go'zallar. Yaqinlashtirib ko'rsataman. Birinchi o'rinda qizlar kichkintoyga nonushta tayyorlashim kerak ekan, o'ylab qarasam. Varka na paru degan rejimi borda multivarkada. O'shanga hozir brokolini qo'yib qo'yaman. Ungacha boshqa ishlarimni qilib olaman. Qizlar, kechasi muzlatgichga brokoli muzlatib qo'ygandim. Mana qaranglar, mana nechta pachka bo'lib ketgan. Mana mana moshni ham muzlatib qo'yaman qolganini qizlar. Moshni yarmini salat qilganman, yarmini mana muzlatib qo'yganman. Sal suvdan silkitib, paketga solib muzlatib qo'yganman. Bu mana brokolilarim. Kecha bir dunyo mana brokoli muzlatib qo'yganman. Shunaqa to'g'rab, quritib, bularni ham muzlatib qo'yaman har safar. Endi go'zallarim, ozgina brokolidan olib, kichkintoyga brokoli solib qo'yaman parga. Rosa yaxshi ko'radi kichkintoyim brokolini, qo'lchasida ushlab yeyishdi. O'shanga brokolidan ko'proq narsa qilib berishga harakat qilaman. Eng foydali narsa. Hozir kichkintoyning nonushtasini boshladim qizlar. Yarimta pomidorni po'stini olib, to'rtburchak shaklda to'g'rab oldim. Ozgina sirni qirg'ichdan chiqarib sovuraman. Yetadi shu. Bir qoshiq tvorog, bir dona tuxum, ozgina tuzcha solaman, aralashtirib boramiz. Qizlar mana gehi yog'i nima deb so'rashgan. Mana shunaqa yog', gehi yog'i. Buni qishloqlarda tabiiy sariyog' bo'ladi-yu. Shunaqa sariyog'. Endi biz shaharda turamiz, bizda yo'q. Xullas shundan kichkintoy uchun solamiz. Ozgina tavamizga solamiz. Qopqog'ini yopib qo'yamiz, o'zi pishadi. Mana kichkintoyimda nonushtasi ham tayyor bo'ldi. Yoniga pomidor va parda pishgan brokoli qo'ydim. Endi o'zimiz uchun tofuni qovurishni boshladim. Ozgina yog', salatoviy yog'da qovursangiz ham bo'ladi, ozgina bo'lsa bo'ldi. Hamma joyiga yog' yurg'izib, tofularimizni terib chiqamiz. Tofuni o'zi har safar kessam 8 bo'lak kesardim. Qalinroq kesish kerak. Men kichkintoyimga qarab to kelgunimcha yigitim kesib qo'yibdilar. Voy dadasi rosa yuqa kesibsiz-da dedim. Endi mana nima bo'lib ketyapti. Shunaqa bo'lib yirtilib ketyapti. Qalinroq qilish kerak, 8 bo'lak chiqadi. Hozir endi bu yuqqa bo'lib qoldi. Mayli, chiqsi yo'q. Xullas ikkita tarafini qizartirib pishirib olamiz. Qizlarjonlar, mana shunday qilib tillarang qilib qizartirib pishirib olamiz. Tofu sal ta'msizroq bo'ladi, shuning uchun soyaviy sous, piyoz qo'shib, paprika, murchlar qo'shib ustiga quyilsa, o'ziga shimvolatda ta'm beradi. O'zini nimagadir yomayman men. Qizlar, bu yoqda mana ko'k piyoz to'g'rab oldim. Bu yoqda boyagi ertalab qolgan kashnishni yarmini oldim, piyolada edi. Ozgina soya qo'shamiz.
soyani sevamiz biz. Shunga 2 qoshiq qo'ydim va aralashtiramizda. Hozir paprika qo'shamiz ozgina. Mana ozgina paprika qo'shdim. Aralashtirib olaman. Bo'ldi endi. Tayyor bo'lgan mana tofumuzni ustiga qo'yamiz. Mana shuni suramizda. Tofu o'ziga shimib oladi. Shuni soyani ta'mini. Tofu o'zi soyadan tayyorlangan mahsulot. Pomidor bodring to'g'rab oldim yoniga. Iceberg karami va 2 dona tofu qo'yaman. Bo'ldi. Shu o'zimga yetarli bo'ladi. Qizlar, ozgina chaqchuq ham sovoraman. Agar non yemay och qolayotgan bo'lsangiz, ozgina chaqchuq yesangiz bo'ladi. To'qlik hissini beradi. Meni go'zalim oldin mevadan boshlardi, hozir pomidor. Qizlar, tofu nima deb so'ragan qizlarimiz, tofu soyadan tayyorlangan mahsulot hisoblanadi. Oqsilga boy mahsulot. Pishloqqa o'xshab ketadi ko'rinishi, lekin pishloqdaqa ta'm emas. Ta'mi umuman yo'q desa ham bo'ladi. Tushunarsiz ta'm. Mana shu soyavoy sous bilan qilsangiz, soyavoy sous, piyoz qo'shib, paprika qo'shib, xohlasangiz murch qo'shib, aralashtirib ustiga qo'ysangiz, o'shanda boshqacha ta'm beradi. Ajoyib ta'm beradi. Tofudan nimalar qilsam bo'ladi deb so'rasangiz, tofudan faqat qovurib dimlab pishirasiz va sho'rvalarga solsa bo'ladi. Buni koreyslar juda ko'p ishlatadi, sho'rvalariga ko'p soladi, lekin hali men sho'rvaga solib tayyorlab ko'rmadim. O'zi tofuga qanday o'rganganman? Turmush o'rtog'im 8,5 yil Koreyada ishlaganlar. Koreyani ko'p taomlari ko'proq yoqqani uchun orada 1 yilcha faqat o'zbek ovqatlari yeb yurdilar. 1 yildan keyin o'sha Koreyani sog'inyapman, taomlarini. Menga tayyorlab ber, uni qilib ber, buni qilib ber. Men ham ko'rmaganman, mana shunday qilasan deb o'rgatganlar. O'shandan keyin o'rganib ketganmiz. Oilaviy hozir juda sevamiz tofuni. Koreys taomlarini ham ora-orada tayyorlab turaman. O'rgatganlar. O'sha mosh salatini ham shu turmush o'rtog'im qo'ymaganlar, tayyorlab ber deb. Qanday qiladi men bilmayman deganman. Rostdan bilmaganman. Keyin koreys qo'shnilarimiz bor. Shulardan so'rab o'rganganman. Kichkintoyim xursand bo'lishini ko'ryapsizlarmi? Kalsiy beraman. Shunaqangi kalsiy hozir qizim. Shunaqangi kalsiyni beraman. Grammi bor buni. 1000 dozasida beraman. Assa chapakcha oladi. Xursand bo'lib ketadi. Shirinda ta'mi. Mana 1000 soldik. Endi kamina suv solamiz. Sal eritib yuboramiz. Maza qiladi qizim keyin. Canım bo'lim. Ke, bu yoqqa ke. O'tirib doim suvni ham doim o'tirib ichadi. O'rgangan shu narsaga yerga o'tirib olyapti. O'zi yerga o'tirsa ko'rmay qolasizlar. Mashalloh qizimga. Shirinchada o'shancha xohlab, o'zi xohlab ichadi. Idishini ko'rishi bilan qarsak chaladi. Ma. Ichaman deb. Shunaqa mana kalsiy beraman. Go'zallarim, padezlarim yuvishdi. Qizim yordam beradi har safar. Bir xilda o'zim yuvaman, bir xilda qizim yuvadi. Oxirgi paytlar основной qizim yuvadigan bo'lgan padezni. Anchagina yordamchim meni. Singlisiga qaraydi, ishlar qilishadi. Pollar artish qizimning bo'ynida. Xullas, kattasi qiz bo'lsa yordamchi bo'lar ekan, ancha. Go'zallarim, doim shu ostonadan gilam yuvib turaman. Mana o'sha dog'lari bilinyapti. Doim shuni yuvaman. Bir oyda bir yuvib turaman buni. Buni tez-tez yuvib turaman. Buni haftasiga ham yuvsam kerak. Xohlagan vaqtim yuvaraman buni. Ostonada chunki dabdala bo'lib ketadi. Hojatxonanikini ham hozir olib yuvaman. Tez-tez yuvib turaman bu gilamchalarni.
Bu yerda mana hojatxonaniki. Buni ham tez olib yuvib turaman. Bu yuqoriroq tez quriydi, solib qo'yaman. Pollarni artib olaman, o'zi xlorkalab, tualetlarni yaxshilab yuvib olib, solib qo'yaman. Orada mana turmush o'rtog'imni oyoq kiyimlarini yuvaman, qizlar. Shunaqa mayda-chuyda ishlar ham odamni charchatib qo'yadi. Kichkintani oyoq kiyimchasini qaranglar. Har kuni mana shu haftada har kuni dabdala qiladi. 3 ta 4 ta oyoq kiyimni almashtirib yuvib turaman shunaqa. Hammasini yuvib oldim qizlar. Shunaqa meshokka endi solib, kir mashinada quritib olaman sal. Keyin ko'chaga reshotkamizga qo'yib qo'ysam quriydi. Hammasini solamiz. Popoqchalarni ham solaman kichkintoyimni. Endi quritamiz. Kir mashinaga solamiz. Ajimga qo'yamiz va quritib olamiz. 800 qilsam yetadi. Doim shu belyanka bilan har kuni yuvib olaman. Hojatxonani qurib qo'yaman-da. Yuvib olaman keyin qizlar. Hozir pollarni ham shunda artib olaman. Ko'zalarim unitazi yuvib bo'ldim. Yoniga shunaqa uchuni yopishtiraman men doim. Mana shunday qilib mana yopishtirasiz yoniga. Hidi приятный bo'lib chiqib turadi har suv tortganda. Shuni hidini yaxshi ko'raman. Bilmaganlar uchun aytyapman, ichidan 3 ta chiqadi. Bittasini ochib yopishtiramiz. Olamizda yoniga yopishtiramiz. Mana shu yerga yopishtiramiz. Buni yoniga yopishtirib oldim. Go'zallarim Kanal Xushdan konteynerlar oldim. Shunaqa konteynerlar juda yaxshi ko'raman. Mana Xush degan kanal. Shu Instagramda ko'rib qoldim. Shunaqa narsalari chiroyli. Biz o'zim men konteynerlarga neobычный narsalarga qiziqaman. Shunaqa narsa oldim. O'zi pattaryanliklarim ham shunaqa mana. Juda qiziqaman shunaqa narsalarga. Men bu tarafda полный pripravalarim bo'lgani uchun buni nimaga oldim? Men bunaqa idishga solinmagan pripravam bor. Men bunaqa korobkada turardi. O'shanga shunaqa idish oldim. Faqat razmerini sal kichkina jo'natib qo'yishibdi-da. Bittasini ikkita bir xil aytgandim. Bittasini kichkina jo'natib qo'yishibdi. Mana. Bittasi mana kattaroq, bittasi kichkinaroq. Men busiga sig'adi-da hozir. Men bundan ikkita aytgandim, adashib bitta kichkina jo'natib qo'yishibdi.
Mayli, endi hisob ko'ramiz. Hozir kichkina pripravalar, katta pripravalarga shunaqa paketlar oldin yoshligimizda faqat ushlaydigan joy bo'lmasdi. Eslaysizlarmi? Meni yoshimdagilar eslasa kerak. Qora paketlar bo'lmasdi oldin. Shunaqangi qog'ozli paketlar yana modaga chiqibdi. Paketlar modada. Xullas, mana katsasini ko'raylik. Shunaqangi organizer zakaz qildim. Agar yaxshi kelsa, yana zakaz qilaman deb shunaqa organizer zakaz qildim. Kiyimlarni solish uchun. Oldin metrda o'lchab oldimda, shkafimni keyin zakaz berdim. Hozir kiyimlarni taxlab ko'rib ko'rsataman. Xullas, go'zallarim, mana kattaligi. Mana lekin bu korobkam men bunga mos ekan. O'shani o'zi aytgandim ikkita. Faqat kichkinasini jo'natib qo'ydim. Kichkinaga endi men bularni solaman. Bilan chiroyli ko'rinar ekan. Qaranglar, qanaqa asal. Kattalariga mana kattalari solmayapti. Bu tarafga joylayman. Joylayman, kichkinalarini bu tarafga joylayman. Hammasini joylab olamiz. Shu kanaldan oldim. Kanal Xushdan. Men bunisi 60 ming, bunisi 50 mingdan ekan. Juda narsalari hamyonbop narxlarda ekan. Juda yoqdi menga bu kanal. Sizni ham qiziqtirsa o'tib olishingiz mumkin. Qizlar, endi joylaymiz. Sig'armikan? Ay, sig'mayapti. Qayerga joylashtiraman endi shuncha narsani? Bu kichkintoycha sig'ar ekan. Qolganlarini bir narsa qilishim kerak, endi ikkinchisini qayergadir solishim kerak. Mana bu olgan organizerim shunaqa. Kachvasi yaxshi ekan. Narxi 120 ming ekan. Keyin sizlarga bir narsani ko'rsatmoqchiman. Mana yoqasi. Mana yoqida ko'rinadigan joy bor. Bir narsani ko'rsatmoqchiman. Uzun marketdan yigitim mana shunaqa deb o'ylab zakaz qildim men uni. Qaranglar kachvasini. Prosta materialda. O'shaning uchun narsa olayotganda baribir puliga qarash kerak. Endi buni kachvasi qanaqa kelar ekan deb bitta zakaz berib ko'rdim. Mana yaxshi keldi, qizlar. Qattiqqina yaxshi keldi. Yana zakaz beraman, xudo xolasa. Misol kirlarimni taxlab, kichkinalarni solib qo'ymoqchiman o'zi bunga. Qanaqa chiroyli ko'rinib turadi. Qaysi kiyimlaringiz borligi ko'rinib turadi, chiroyli. Shu rangini tanladim. Seri sveti ham bor edi. Serisini olmadim. Shu rangda oldim men. Qizlar, kichkintoyimni pelikusiga hozir sal qonchasi ochqagan shekilli pelikus oladi. Tvorog bilan gretskiy yogurt. Tvorog aralashtirib beraman, hozir yeb oladi. Naryoqda yuribdi. Hozir yig'lab yotuvdi. Etagimga yopishib olib, shunga kamgina berib olsam, keyin ovqatimni boshlayman. Xullas, pelikusiga tvorog solamiz ozgina. Tvorogni juda sevadi. Va gretskiy yogurt mana. Sahri yo'q, shakari yo'q ichida. Choy qoshiqda solamiz. Ozgina aralashtirib beraman, yeb oladi. Yoki meva beraman. Bir xilda. Sadiya. Uy, meni mommam, king, mana. Uy, yeb olamizmi? Flamidoni issiq emas qizim, yo'q. Yo'q, emas. Ana. Jo'nam. Xullas, bugun go'zallarim bizda PP kunimiz ekan. Yigitim yozi kunida shunaqa salat, yengil ovqatlarni yeyishni yaxshi ko'radilar. O'zimiz ham sog'indik. Baqlajonli salat, hamma bilsa kerak buni. Gulkaram qovuramiz va bolgar qovuramiz. Shunaqa kun ekan bugun bizda. Ora-orada shunaqa kun bo'ladi.
lamyon kuni ham bo'ladi. Lamyonni sog'inib qolsalar, lamyon kuni qilamiz. Xullas, bugun shunaqa ovqat kuni ekan. Boshlaymiz endi. Suvimiz qaynab chiqdi. Gulkaramlarimizni pishirib olaman. Birinchi o'rinda Shintoyda obchasi uxlatyapti. Yaxshiyam katta qizim bor deyman bir xilda. Mehmonga ketsa qiynalib qolaman juda. Hozir qaynab chiqquncha bu yoqda mana pomidor va chesnok chiqarib oldim. Qirg'ichdan chiqarib olgan pomidorim, chesnogim, ozgina tuz qo'shaman va ozgina ko'kat qo'shaman qizlar. Bu yerda gulkaramimiz ham pishyapti. Gulkaram pishguncha baqlajonimizni qo'rib turamiz. Tuzini sal ko'proq solaman. Baqlajon tuzsiz bo'lib qolmasligi uchun. Baqlajonlarimizni pishirib olamiz endi. Bilasizlarmi, bu skavorkamni turmush o'rtog'im Koreyadan olib kelib berganlar menga. Koreyada ishlab yurganlarida. Shu ishlab yurganlarida ham faqat idishda bog'aytgan ekanman deyman bir xilda. O'sha paytda shu tifal nima ishlatyapsiz deb kvartiralarida tifal ishlatardilar. Nima ishlatyapsiz ham zo'r skavorka ekan shu. Shundan olib boraymi deganlar. Men ha olib keling albatta deganman. Shu bilan shunaqa komplekt olib beradilar menga. Hozir nargilari yomon bo'lib ketdi, chunki 6 yilcha bo'ldi ishlab kelganlariga. Nargilarni yomon bo'lib ketgan tashlab yuborganman. Shuni qolgan menga esdalik bo'lib, lekin rostdan ham mana tifal shunaqa emblem emas, bu rostdan ham zo'r skavorka ekan shu tifal. Go'dalarim toza skavorkamni qaranglar, ahvolim qanday bo'ldi, qanday holga keldi. Buni tozalab olish kerak sirasi, bo'lmasam mana shundayligicha qolib ketadi, qotib. Hammasini qo'rib olganimdan keyin tozalab olaman bir. Endigi ishimiz gulkaram qovurish. Gulkaramni mana shunday qilib tuxumga belib olib, men talqonga belashni yaxshi ko'raman. Bir xilda talqonga, bir xilda o'zini pishiraman. Mana talqon. Shunday qilib belayman. Qisir-qisir bo'lib zo'r bo'lib pishadi. Shunday qilib qizartirib pishirib olaman qizlar. Qisir-qisir bo'lib mazali bo'ladi. Qizlar, yarmini tuxumli qildim, yarmini shunaqa talqonli qildim. Talqonchalik ham mazali bo'ladi. Talqonli yeb ko'rganmisiz? Bu yerda qizlar bolgarni qovurib olaman. Eng sevimli yozda bolgar qovurib yeyish juda yoqtiraman. Sizlarga ham yoqadimi, yo'qmi bolgar qovurib yeyish? Bu tomonda baqlajonli salatimizni tayyorlab olaman. Sizga terib chiqib tayyor qo'ysam bo'ldi. Yozdagi eng sevimli salatlarimdan biri shu salat. Ko'pini ham unutib yuborasizlar bu salatni yeyotganingizda. Bu yerda go'zalina bo'lib qizarib, bolgarimiz ham pishdi. Bolgarchamizni ham qovurib oldik mana. Endi hammasini terib chiqamiz tarelkaga. Xullas go'zallarim, bugungi tarelkamiz shunaqa bo'ldi mana. Hammasi qurilgan bo'lsa ham ozgina, sozgina. Yarimta qora non qo'shsangiz ham bo'ladi qizlar. Agar bunga to'ymasangiz. Endi mana sousimiz gulkaram uchun ozgina. Go'zallarim, bugungi ikkinchi ovqatimiz xullas bugun shunaqa bo'ldi. Mana ozgina-yu sozgina, ozgina qora non qo'shsangiz bo'ladi ikkinchi ovqatingizga. Uy ovqatlarini ham yesa bo'ladi, ozginadan. Oshli, xamirli ovqatlarni 10 kunda bir yegan ma'qulroq. Endi bizga yoqimli ishtaha gulkaramni mana bu sous bilan, ozgina sous bilan yeb olamiz. Qora nonim tugab qolibdi. Shu go'zallarim, o'zi shirinlik juda kam yeyman. Ora-orada faqat bitta kafe bor. Vafli qiladi shunaqangi.
rol marojniy ham qiladi, ustiga marojniy qilib berib yuboring degandim, berib yuboribdilar. Ko'p joyda vaflisini yeb ko'rdim, lekin bunaqa ta'm bo'lmaydi. Ichim yoqmagan boshqa joylarniki, yo qattiqroq yo bo'ladi, yo bir nimasi kam bo'ladi, lekin faqat mana shu choy nomer 1 degan kafe bor. Shuni vaflisini juda sevaman. Korzinkaga kirsam shunaqa o'tirib oladi meni qizim. Korzinkadan shunaqa o'yinchoqcha oldik. Rosa to'lib ketibdi shunaqa o'yinchoqchalar. Sadishkamga. Qolgani har doimgidek mahsulotlar. Tvorog, yogurt, gretskiy, tofu. Voy, qo'ying. Voy. Bitta baqlajonlar, qora non va brokoli.